Siz qora to'yni mamlakatiga mamlakatida, ya'ni sizlarni ko'rib och bo'rdi tashlangim kelyapti, lekin sizni ustozlaringiz menga bilimli va aqlli ekanligingizni aytishdi. Agar siz shu shartlarni bajarsangiz, sizni o'z mamlakatingizga qo'yib yuboramiz. Sizni jamoangiz tashqarida kutmoqda. Shart boshlandi. Kimki shartlarni bajarmasa, mana shu qora tuynukda qolib ketadi. Marhamat, jamoangizni nomlarini topib, shartni bajarishga shoshiling. Landi, o'yin boshlandi. Azim. Baxtiyor ustoz, Oybek aka, qaysi ustoz bo'lsa mana shu hamma ustoz mana kim turgan bo'lsa hamma ishtirok etdi 100%. Kimdir sinf rahbari bor, kimdir shart bajarib, ko'rdinglarki, sizlarga bo'lgan muhabbatimiz o'zgacha. O'zbekiston 11-sinflarga sovg'a berayotganda hayajon, qaltiroq bo'ladigan bo'lib qolibdi. Chunki eslab yuradigan daqiqalar bo'lib qoladi, chunki bular ketishyapti. Sizga bu esdalik bo'lib qolsin, bizdan yaxshi ko'rgan maktabingizni eslab yuramiz. 8-sinf haqida ko'p gapiramiz, o'shancha kamroq gapiraman. Yelkalar ketishadi. 8 har doim oldinda bo'lishadi. Baribir 3ta o'ringa kirib olishibdi. Biloronpasi qancha balet qildilar, eng oxirgi o'rin oldi deganda yo'q, ular surpriz qilib 3-o'rin adolatli bo'lsa 3-o'rin olishdi. Ha, 2 ekan, ha, bo'ldi. Demak, komanda kapitaniga esdalik maktabga va sening 1-millioning degan kitob sizga tushyapti. Bu kitobda balki sizni 1-millioningizda 8ta men o'ylaymanki, hali birinchi eng ko'p yutuqli sinfingni eshitish xohlayman. Faqat ana Garvardga o'xshagan universitetlarga hammanglar bittada kirib ketasizlar. O'ylaymanki, yoramiz. Rahmat. Mutlaq qatnashmayman degan sarroqlar, ya'ni 10-B sinfi 1-o'rinni egallashdi. Tabriklayman.